Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetlik Büyük Türkistan ve Türkler Birliği cemcemesi ve Türkler Birliği kurultaydagi bar kişiler. Bir Pakistanlık Türkler buzkurttu aksini yönetipti ve tariflepti ki buzkurt bu Türklerinin alaması boptu. Bunun hisleti nime ve bunun nime havası var şularını aytıp jibertipdim ama sizlerge bunu tercümesini okup bereyim. Bunu aytıptı ki biz bunu buzkurt deymiz veya ki jandar hem deydi, böri hem deydi ya her atı bolsa bolsun. Bunu Arabice İbnül Bar yani hoşbaht oğul, negbaht oğul, talihli bala. Bu İbnül Bar bir şunday bir canavar. Bunun negbaht oğul ham deydi. Bunun atını biz jandar, böri ya buzkurt deymiz. Bu bir şunday bir vahid, yalgız, tenha canavar. Yani hisleti köp yaxşı, azat, hiç kimge gulam bolmaydı ve gulamlıkты kabul ham kılmaydı. Agar bunu qaysi birte bandi qilsa, qamoqqa taylasa, bu taki azat bo'lmasa, ko'ni ko'nchimaydi. Yana bu g'ulomlikni qabul qilmaydi. Bunun Türkler o'zlariga bir alama yaptı. Iki panjasini ushlab bu jandarning nishonasini qo'yadi. Nima dalilga qo'yadi? Buni hislatini sizlarga aytib berayin. Yana bu jandar, bu buzkurt hech bir zaman g'ulam bo'lmaydi va g'ulamlikni qabul ham qilmaydi. Vaqian sahra va jangalatning biyobanlarining podshosi agar bo'lsa mana shu jandar bo'lsin. Bu jandar, bu bo'ri, buzkurt, negbaxt o'g'il hech vaqt aram yemaydi. O'zining mahramiga jamon qaramaydi. O'zining mahramiga ko'z alartmaydi. O'z enasiga, o'z singlisiga, o'z ammasiga, o'z xeshlariga hech vaqt shahvat lihozidan hech tiglamaydi. Her zamaniki bunun jo'rasi o'lsa, agar erkakni urg'achisi o'lsa, erkagi intizor qiladi. Agar erkak o'lsa, urg'achisi qancha vaqt shunda to'xtab onun yodlaydi va bu o'zining avladini yana qizi, xotinini, xotin qiz uluni taniydi yaxshi.
Buning birevi o'lsa ozdan oz 3 ay bo'lshoga to'xtab marsiya qiladi. Bul vahid jonivor, buni oti Ibnil Bar. Ibnil Bar, barni ma'nosi nekbaxt. Ya'ni nekbaxt o'g'il. Nima uchun buni otini nekbaxt o'g'il dedi? Buning agar qaysi bir ota-onasi, otasi va enasi qarib qolsa, onga buning ulu qizi emek narsalarni shikar qilib olib kelib bunga jedirtadi. Shu uchun turklar buning o'zlariga nishoni olgan. Turklar o'zlarining bolasini sherga tashvib bermaydi, balki mana shu jandarga, mana shu buzqurtga tashvib beradi. Mana ko'ringizlar, Turkiyaning bir ayol kishi otni ustiga minib buzqurtning nishonisini olgan. Mana bu Pokistonlik o'zbek qiz, kichkina qizimiz turklarning nishonisini olib to'xtab turibdi. Qarang, qancha bir yaxshi o'zbek qizlarimiz. Mana bu Turkistoni junubining yigitlari qarang qanday nishonni olibdi. Sizni biz ham mana shunday nishon olsak, yana tag keldikki turklar buning nishon olibdi. Turklar balki g'ulom bo'lmasa edi, qanday bu hozir zamonada turklar g'ulom bo'libdi. Turklarga garchi g'ulom bo'lgan emas, turklarning bir necha allatmoqlar allatdi. Mana shu aksni ko'ryapsizlaringizki, Ahmadshah Abdali mana birta jo'natib ekan. Mana shu qissadan so'ng bizlar bosh ko'tara olmadik. Tojikga sizga ba'd az hamin qissa ma degan raqam shuda mondim. Nodir Afshar Bachirikash. Buning tarixi shulki 15 yoshligida mana shu bacha qurg'urdi. Nodir Afshar bobomiz olib ketdi. 21 yoshgacha mana shu Ahmad Shasi qurg'ur Nodir Afsharga indamagana jotib xizmatini qilg'icha edi. Kechasi Nodir Afsharning kechasi yaxshi o'tkichadi. Zamoniki bu Ahmad Xonning umri 21 yoshiga bordi. So'ng bir kundan bir kun Britaniyaning safiri Nodir Afsharning oldiga keldi. Britaniyaning safiri bu Ahmadshahning ko'nglini urladi. Aytdi, sen qachongacha bu dardi fig'oni olam nola zorini qilasan? Sen bu turklarni taklifida bo'lmag'in, bularni ozori aziyatida bo'lmag'in. Bularni o'rtasiga bir shikastlik olib kelgin. Seni men podshoh qilaman. Sen o'zing o'ten sazlada buni ko'nglini urladi. Bu 21 yoshida edi. Kechalarni bir kechasida Nodir Afsharga aytdi, agar siz menga qahr va g'azab qilmaysiz, mening jonimni salomatligiga rozisiz, men sizga bir gap aytayin dedi. O'zingizga, o'zlaringizga ma'lumki, tog'i toshni sel buzadi, odamzodni so'z buzadi deydi. Bu Nodir Afshar o'g'il qizlarini hammasini otini Amir Temur bobomizning
balalarini atıga koygan edi. Katta oğlunun atı Şarux edi. Son bu Ahmet Şahsı Qurğur aytdı. Şarux katta oğlunuz sizni öldürüp padişah bolmakçı dedi. Ha bu tağı taştı sel buzadı, adam zatı söz buzadı deydi. Son bir keçe aytdı. Neşe üstü dedi Nadir Afşar. Ahmet Şah bilen neşe üstü dedi. Tağı gap qoğzaldı. Son aytdı. Nadir Afşar o Ahmet Şah bachesidan so'radi. Sen rost aytasanmi dedi. Ahmet Şah aytdi, meni sizden başka nimem var? Meni hamma narsam siz. Alloh taala sizni barqaror qo'ysin, salomat qo'ysin dedi. Nadir Afşar qahrlanib Şarıqdı iki gözünü kör qildi. İki gözünü yana chiqartib oldi. So'ng Nadir Afşar Quchan degan shaharga borganda, so'ng mag'ribdan narmagan akşam qarangalıqda bir necha odamlar şu Britaniyaning jasuslari kelib Nadir Afşarni shahid qildi. Ana bu Ahmet Şahsı Qurğur Britaniyaning jasusi edi. Bunu aldıdan Koh-i-Nur yana Almas'ta aldı Kandarga kelib, onda yana tağı bir neçete casuslari var edi. Onu atı Sabir Şah edi. Özü men yani pirmen degiçedi, lakin olan Britaniyaning jasusi edi. Bunun Ahmet Şah'nın bu başıga buğdayını, saragini koydu. Ana bu Naib-i Khurasan bolup kaldı. Bu tanıha tarihi Nadir Afşar'da kemeydi, belki İbn Batuta degen bir tarihdan bar ol sızadı. Ahmet Şah bilen Nadir Afşar'ını iş qilayotgan vaqtiga ishora qilib aytadi ki havo shunday tez keldi, qog'ozni uchirib ketdi, qalamning nuki sindi. Yani men tarix sizayotganim yo'q deydi. Tarix yazmay turdum, yazalmay kaldım deydi. Son o işleri xalas bo'lgandan narmagan aytadi ki hava yaxshi bo'ldi. Muna hava bo'lsa shamol to'xtadi. Yana qog'ozdan topdim. Mana endi yozaman deb bularni shu ishiga ishora qilib tarix yazadi. Tarixda adı İbn Batuta. İbn Batuta'nı ham ko'ringizlar. Xaturlarni hech kim shikast bergan emas. Buna şu casuslar, necha casuslar Türklerini shikast berdi. İnşallah aqqan ariqdan suv ag'adi deydi. İnşallah qaytada baştan Türklerge kudret inşallah keladi. Yaşasın Türk dünyası. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.